Hozir sizlarga bitta qiziqarli ma'lumot beraman. Ungacha sizlar like va podpiska tashlab turinglar. Bilamizki, Afrika qit'asi yer yuzidagi eng issiq qit'a hisoblanadi. Va ko'pchilik o'ylaydiki, Afrikada qor yo'q. Aksincha, Afrikada qor bor. Marhamat, Afrikada qor. Ana o'sha cho'qqiga ketyapmiz hozir. Va undan tashqari Afrikada yagona bo'lmish muzlik bor. Katta muzlik. Deyarli 6000 metrda joylashgan. Agar podpiska tashlab qo'ysangiz, men sizlarga ertaga Reels'da buni chiqarib beraman. 3 kun deganda endi quyosh ko'ramiz. Bugun quyosh, orqada bulutlarga gap yo'q. Hozir zavtrak qilamiz va 3-lagerga ko'chamiz. 2-lagerdan bu odamning oti Igor. Igor Qozog'istondan. Я говорю, Игорь, казахи, узбеки, средние азиаты не могут представить жизнь без мяса, правильно? Ты здесь мясо ел? Нормально. Сегодня будешь кушать. Одна порция тебе, одна порция мне. Это чисто узбекский бренд. Сегодня говядина. Xo'sh, porqadan tushonkalarni kimdir mana shunaqa fonda Afrikada yeganlar bormi? Agar yo'q bo'lsa, bitta like'lardan. Qanchalik havo tez o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Hozirgina men sizlarga quyosh ko'rsatdim, cho'qqini ko'rsatdim, bo'ldi. Mana hech narsa ko'rinmayapti.